ishlab chiqargan milliy ko'mirli kotyollarimiz yasalishini kommentariyada savol tushgan, ko'rsating deb. Birinchi mana o'zini maxsus listi bor. Bu oddiy listlar, konteyner list ham bor. Mana ko'rib turganlaringda yangi maxsus kotyolda o'zini issiqqa chidamli garyachi listdan bo'ladi. Shuni birinchi qadami lazerga qo'yib olinadi. Lazerga qo'yib xuddi shunaqa programmaga kiritib qo'yiladi. Hammasi mana shu lazerda o'zi miyasining ichida bizga list kesib tayyorlab beradi. Mana shu holatda bo'lib kesib bizga tayyor qilib beradi. Ko'rib turganlaringdek mana bu aqlli o'ta ham kompyuter, misol bitta dadanani berib bersa, shu bilan bitta butun listda hamma bo'laklarga bo'lib chiqarib beradi. Videoni kuzatib turamiz. Keyin shu holatda mana bizga brendimizni, logotipimizni hammasini bo'lak-bo'lak qilib, xuddi shunaqa qo'rg'olarga bo'lib chiqarib beradi. Ko'rib turganlaringdek, keyin buni svarka bo'limimizga uzatiladi. Mana svarka bo'limimizga kirdi. Svarka bo'limimizda xuddi shu korpus yig'iladi. Yig'ilgandan keyin buni o'zimizni mana ko'rib turganlaringdek mana shu robot apparatimiz quyadi. Robotga shuni komandani berib bersa, hammasini katyolimizni to'g'ri 100% mana hozir ko'rib turganlaringdek 30 kilovatli verniy garena katyolni qo'yganmiz. Mana shu verniy garena katyolda sizlarga videosini quyishlarini ko'rsatib turamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Mana apparatimiz boshladi, ko'rib turganlaringdek mana hozir boshlaydi. Quyishlarni. Mana ketdi. Bir vosdan juda ham chiroyli qilib mana ko'rib turganlaringdek mashkat yo'limizni 100% aylantirib quyib yuboriladi. Mana ko'rib turganlaringdek bir vosdan olib ketyapti. Buni hech kim boshqargan yo'q. Mana o'zini avtomatik programmani kiritib qo'yiladi. Bo'ldi, shu holatda mana shu 30 kilovatli verniy garena katyolimizni 100% svarka bilan to'liq quyib bo'ladi. Quyib bo'lgandan keyin tashqariga chiqadi. Shu videoni yaxshilab kuzatib turamiz. Sizlarga katyolimizni bitish jarayonlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rgan bo'lsalar, mana misol robotimiz o'zi burilib mana to'xtab, keyingi joylariga o'tyapti mana. Ko'rib turganlaringda mana hozir quyib bo'lib, o'chirib keyingisiga oladi yana. Qarab turganlarda o'zini o'zi. Mana keyingi bo'lim. Maqsad holatda fonni quyib bo'ladi. Hozir kuzatib turinglar, hammasini quyishini ko'rsatamiz. Mana hozir bag'da robotimizni quygan joyi bor. Ko'rganlaringda mana stiklari juda ham chiroyli bo'lib, gulli bo'lib, umuman peshi chok degan narsa bo'lmaydi. Juda ham sifatli qilib, mana shunaqa holatda qilib katyolimizni 100% hamma joyini mana ko'rib turganlaringda quyib ketgan stiklarni ko'rsataman. Yangi mana shu qalayda yer quyib qo'ygandaqa bo'ladi. Umuman teshib, unaqa hech narsa bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. Katyolda endi bu robot quyib bo'lgandan keyin davlina berib isitmani qilinadi. Mana robotimizni quyish jarayoni. Montajniy svarka. Robot quyapti. Ko'zni olmas ekan. Mana robotimizni aylanib quyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ozgina ma'lum miqdorda qimillab aylanib ketyapti. Bu bizning katyollar oddiy svarkada yoki montajniy svarkada mana shu robotimiz quyadi, hammasini 100% robot o'zi umuman peshiksiz qilib, juda ham chiroyli qilib, sifatli qilib ishlarni qilib beradi bizga. Ko'rib turganlaringiz mana bitta nuqtani belgilab olib, aylantirib o'sha joygacha quyib keladi. Endi bu bosqich tugagandan keyin keyingi bosqichga o'tadi. Videoni kuzatib tursangiz ko'rib o'tamiz. Mana 30 kilovatli katyolimiz bu yerdan bitib chiqqandan keyin robotimizdan xuddi shunaqa o'zini maxsus teshiklarda, teshirib davrinada biladigan shunaqa
dorisi bor, shuni surkaladi mana. Maxsus o'zini kuleylari bor, shunaqa surkab, dorisini juda chiroyli qilib, keyin bunga suv quyib, katta davleniya berib, issiqxona qilish jarayoni bo'ladi. Undan keyin tepa pastlarini, polni taylarini ham shunaqa dorisini surkab tekshirib olinadi. Mana 30 kilovatli verniy garena katolimizni bitish holatlari ko'rib turganlaringdek. Mana shu holatga yetib keladi. Suvni tekshirib, davleniya bilan tekshirib olingandan keyin bunga mana hozir bez apshipka holati bu kraskaga tayyor turibdi. Xohlasa keyingisi apshipkali holati bo'ladi. Apshipka qilib, kraska parashkoviy kraskalar bilan unga ishlov beriladi. Keyin 30 kilovatli verniy garena katyolimizni mana bitgan holati ko'rib turganingizdek pechkaga kirib chiqadi. Parashkoviy kraskadan keyin juda ham chiroyli bo'lib, mashq holatda turadi. Bundan keyin mashinaga yuklab olib borib, sizlarni zakazlar bilan sizlar xonadonlaringizga juda ham chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Videoni kuzatib tursalar, katyolimiz yonayotgan joyini sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Videoga like bosib, shu videoni shunaqa ko'mir olmoqchi bo'lganlarga hamda shu katyolimizni tarixini bilmoqchi bo'lgan tanishlarga shu videoni jo'natib qo'yamiz.